Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun yakshanba, Andijonda avtomobil bozor, mana bozorlar ham yengilladi. Xo'p, bugun moshitalarimizdan sotdik. Xorazm viloyatiga, Qoraqalpog'iston Respublikasiga, xullas Qashqadaryo viloyati Shahrisabzga, xullas 3 ta mashina sotdik. Xo'p, yangilikda zo'llari bor. Bu Traverse 2020-yil. Mana mashina ham, mana rangi ham o'ta ham chiroyli, o'ziga yarashgan. 45 ming yurgan Traverse. Qurg'ovi tonirovkasiga 1 yil ruxsatnomasi bor. 4 ta yumshoq baloni bor oyog'ida. Mana holati a'lo. 30.0. Nomimizga shartnoma qilib oldik, buni 60 nomer qilib qo'yamiz. Mana Traverse. Endi buni bir qator salonga sayohat qilamiz. Mana mashinaning holatlari. Mana Traverse edi, xullas eng fulli. Mana ikkitali lyuk. Kapitanskiy sidinalar. Mana 7 o'rinli, mana ikkitalab lyuk. Mashina 45 ming yurgan. Mashinaning holati a'lo, mana 45.692. Xullas mashinamiz sotuvda. Mashinamiz 3.6 motorda bo'ladi. Mana motor, hadovoy, korobka, xullas gap bo'lishi mumkin emas. Mana motorlari ham changi bilan turibdi. Bemalol minib, ko'rib, ustiga ko'rsatib, yaxshi pul sanaladi. Mana orqa kapotini ham ochib qo'ying omadmi. Orqada ham 7 o'rinda, orqasida ancha katta joy qoladi. Xullas mashinamiz sotuvda. Mashinamiz 34 ming dollarga beramiz. Uni Devo moshinalarga barter, O'zbekistonning hamma viloyatiga dostavka qilib yetkazsak ham bo'laveradi. Marhamat, ko'ringlar. Kimga qiziq bo'lsa, Traverse sotuvda eng fulli. Bu mashinamizni sotuvga qo'yganmiz. Bu Jetaurimiz Qashqadaryo viloyatiga nasib bo'ldi. Yangi Cobaltga barter qildik, xullas kalom. Barter hisobida kelishdik. Bu Ekanix'imiz, bu Hyundai Santa Fe'miz. Xullas. Hop, hojik. Hyundai Santa Fe. Hop, bu 3.2 ming deganlarga mana 2011da 4 qilingani. Buni ham mana gazlari bor. Oldin obzorini ko'rsatganman. 10.5 ming dollarga beramiz. 200 mingdan osha yurgan 3.2 motor. 3.2 motor gazlari bilan 1da 4 qilingan variant. Marhamat, ko'ringlar. 3.2 ishqibozlari. Hop, bunimiz 14. Captiva 3. Orqa kapotda ozgina pitnosi bor. 4 ta yumshoq baloni bor. Yangi balonlar. Holati yaxshi. 144 ming probegda 12.5 ming dollarga beramiz. Propan gazlari bilan. Ko'ringlar, bu ham sotuvda. Xo'p, bunimiz Ekanix 2020, puli 21 ming, 66 ming yurgan. Ekanix. Qurg'ovi tonirovkasiga ruxsatnomasi bor. Mana salon holatlari. Mana monitor. Buni ponni manaqa 360 kamera, shunaqa narsalar qilib programma qilib zo'r qilib qo'ygan uni. Mo'qri. Kiraskalari top-toza, zapaska balonlari yer ko'rmagan hali. 4 ta yangi balon. 21 ming. Ko'ringlar. Buni Devo moshinalarga barter, O'zbekistonning hamma viloyatiga dostavka qilamiz.
Ekan X minaman deganlar, marhamat. Hop, Kia K5'imiz 2022 ikinchi paysiz. Daskalari top toza 75 ming yurgan. 22 mingga berib yuboramiz, ko'ringlar. Chiqollar. Oching, ko'rsatib beraylik shuni hurmatli obunachilarimizga. Kia K5 xullas o'g'il bolasi mana. 2 euro. Zapaska balonlari yer ko'rmagan, 2 li motor. Motorini ham ko'rsatib beraylik mana shu. Kia K5 ishqibozlariga. Motorlarga suv demagan. Toshdegan joylarda. Motorlar. Hamma yo'q, radnoy. Qo'llarga Ko'ringlar. 22 ming dollarga beramiz. Buni ham Devo mashinalarga barter qilamiz. O'zbekistonning hamma viloyatiga dostavka qilamiz. Ko'ringlar, minishga tayyor K5'imiz. Xo'p. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Xo'p, bu yerda Hasan Husan K5'larimiz ham turibdi. Ularni ham oldin obzorini ko'rsatganmiz. Xo'p. Bizni kuzatishda davom etinglar. Pastda nomer qoldiramiz, mashinalarimiz yoqqan bo'lsa. Yana tushunmagan gaplarda telefonda, Telegramda, WhatsApp orqali yana gaplashamiz. Xo'p, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangiliklar, zo'rlari bor. Hammaga omad. Rahmat e'tibor uchun salomat bo'linglar.